Ular agar bu uyda ish tugamaydi, ikkinchi jahon urushi tugadi, koronavirus tugadi, lekin o'ynash tugamaydi. Idishlarni Husayn kirladi, Husayn supursidir, endi o'tirdanib malaman deganingda hech bo'lmasa boringga qilib qo'yadi. Uy tozalik istaydi, bola ona mehr istaydi, er ovqat istaydi, hech kim so'ramaydi. Bu xotin nima istaydi deb sizga aytsam deganlar, bu hol va asabizda eng kulminatsion nuqtasi eringiz nima chachagini o'tirasan deganda bo'ladi. Shu paytda miyangizda nimadir portlaydi, zamonga tashish bo'gi bilan sasam deb xayol qilasiz. Onalarga hatto kasal bo'lish ham mumkin emas. Axir siz taqildi joningiz bork-boti er Zittist maqsad darrov asabnoma yozishga tushadi. Datimiz bir bo'lsa chekkaki yurakchani qiynamasdan bosib tiginingizga tez samolyotchani tushirib qo'ying. Kommentlarda dardingizni to'ston qilib o'tirmang. Babibsan hech kim eshitmaydi. Ular 2 bolali bo'lsa onalik rejimiga o'tadi. 3-chi bolada zombi holatiga. 4ta bolali bo'lsa yashab yurishning o'zi mo'jiza. Bolali onalar kunda faqat bir marta hojatxonaga bemalol kira oladi. U ham eshikning orqasidan mahkam ushlab turgan holatda. Ko'p bolali onaga qachon oxirgi marta dam olgansiz desangiz, pasportini chiqarib bolasi tug'ilgan sanani ko'rsatadi. Ko'p bolali onalar bir dona tana, 8 quloq, 9 qo'l va o'zi tashlangan nerv tolalari bilan yashaydigan super organizm. Ko'p bolali ayolning bir haftada kamida 2 marta hammadan qochib ketaman degan rejasi bo'ladi. Ammo 10 daqiqada bo'pti, faqat 1 soat dam olsam bas rejimiga o'tadi. Ular agar bu uyda ish tugamaydi, ikkinchi jahon urushi tugadi, koronavirus tugadi, lekin